Qirg'izistonliklar 45 kilometrli avtoyo'lni ta'mirlash ishlariga qarshi chiqishdi. Bu yo'l Isfarani Vorux eksklavi bilan birlashtiradi. Qirg'iziston chegara xizmati ma'lum qilishicha, hodisa 18-iyun kuni Qirg'iz-Tojik davlat chegarasidagi demarkatsiya qilinmagan uchastkada Batkent tumanining Tosh-Tushmuk aholi punktida sodir bo'ldi. Tojikiston tomoni Isfara-Oqsoy-Vorux umumiy foydalanishdagi avtoyo'l qismida Qirg'iziston bilan kelishmagan holda asfalt qilish ishlarini boshladi. Tojikiston fuqarolari soat 20:00 da avtoyo'lni 1,5 soatga to'sib qo'yishdi. Qirg'iziston chegara xizmati ta'kidlashicha, tojikistonliklar Qirg'iz chegara naryadining ta'mirlash ishlarini bajarishni to'xtatish haqidagi talabini e'tiborsiz qoldirdi. Buning oqibatida kichik kelishmovchilik yuz berdi. Ikki davlat chegara xizmati vakillari uchrashgandan so'ng ta'mirlash ishlari to'xtatildi. Tushuntirish ishlari amalga oshirildi. Batkent tumanida Qirg'iz-Tojik davlat chegara uchastkasida vaziyat barqaror. Eslatib o'tamiz, 22 may kuni Qirg'iziston Batkent viloyati Qorabak qishlog'idagi eski mozor hududida kelishmovchilik yuz bergandi. Qirg'izistonliklar vafot etgan fuqaroni dafn etish uchun ushbu hududda joylashgan qabristonga o'tishgan. Qabristonda tojik chegarachilari paydo bo'lganda janjal yuz beradi. Qirg'izistonliklar tojik chegarachilari qabriston hududidan ketishini talab qiladi. Shunda chegarachilar osmonga qarata ogohlantirish o'qini uzadi.